Kutilmaganda favqulodda holat yuz berar ekan, insonning mol-mulki va hatto hayoti ham xavf ostida qolishi mumkin. Ayni maqsadli jarayon Bugal Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli yotoqxonalarda o'tkazildi. Unga tizimdagi mavjud yotoqxonalarga mas'ul bo'lgan xodimlar, favqulodda vaziyatlarning oldini olishda va bartaraf etishda faol bo'lgan soha vakillari hamda aholi ishtirok etdi. O'quv mashqida holat kuzatilganda to'g'ri harakatlanishga doir bilimlar mustahkamlandi. Bu yotoqxonada 350 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Burada maqsadimiz aholini ogohlikka chaqirish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish, sarosimaga tushmaslik mavzusida o'tkazyapmiz. Maqsadimiz o'sha ishchi xizmatchilarni ko'nikma hosil qilish. Favqulodda vaziyatlar orasida yong'in balosi ayanchli oqibatlari bilan bugun ko'pni hushyor etishi shubhasiz. Buning oldini olish uchun avvalo aholi o'z xonadonida elektr jihozlari, gaz uskunalarining sozligini nazorat qilib turish kerak. Shu bilan birga yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik lozim. Olib borilgan suhbatlarda aholiga mutasaddilar shu borada kerakli tushunchalar ham berishdi. Tadbir davomida yong'in o'chirish texnikalarining ishlashi, birlamchi o'chirish moslamalaridan foydalanish borasida ham yig'ilganlarga kerakli ma'lumotlar yetkazildi. Birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar bajarildi.